Hop, kimga Qozog'istonda benzin mushkulligi qiziq bo'lsa mana. Hop, 92 210 tanga ekan, buni 25 so'mga ko'paytirasizlar. O'shanda kelib chiqadi. Salarki 305 ekan, 95 ham shunaqa narx. Shunda har safar qo'ygan narsamdan 20% shular sizlarga o'tkazib beryapti. To'g'rimi? Shuni olasizmi siz yo'qmi? Shu savol sizga shu. Bizga respublikadan bularga tushmaydi. Bizga bu Respublikasiga tushadi. Katta qozonga tushadi. Shu katta qozondan bir kichkina cho'mishda shular kelish kerak. Rahbar zo'r bo'lish kerak-da. O'shani aytyapman-da men. Oladigan Shunaqa bo'lish kerak. davron bo'lish kerak. Indamay, masalan, men xab o'tirsam. Bola yig'lamasa, onasi ko'krak tutmaydi-ku bolaga. O'tirib edi, tinchgina hamma ishini ishlayapman deb ketaversin. Qizilmas turmush qayerda ham turasizlar. Arlando mashinasiga mana 92 benzin Rossiyada olingan. Mutligini ko'ryapsizlar. Juda ham mutli benzin. Hop, mana rampadan tortyapmiz mana. Qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Mana shu mutli benzinga. Benzin doim birinchi o'rinda turadi. Munosabatan boshqa tovarlar o'smayapti narxlar bilan. Chunki u yerda raqobat muhiti bor. Shuni meni aytayotgan gapim, siz raqobatni ta'minlay olmayapsizmi? Demak, uni ma'muriy cheklashingiz kerak. Raqobat ta'minlanmayaptimi? Iloji yo'qmi? Kuchingiz yetmayaptimi? Monopolistlarga qarshi kuchingiz yetmayapti, oligarxlarga qarshi kuchingiz yetmayapti, gapingiz o'tmayaptimi? Ma'muriy choralar qo'llash kerak bo'ladi-da. Siz kuchim yetmayapti-da endi nima qilay deb turib, ma'muriy choralarni ham qo'llashdan voz kechib qo'yyapsiz. Yo'q, kuchim yetmayapti, nima qilay degan emas. Biz ham masalan takliflarimiz kiritganmiz hukumatga, Takliflar Energetika vazirligiga. Shu takliflarning javobini kutyapmiz. Agar taklifimiz biza xohlagan narsa amalga oshmasa, o'sha eski mexanizmga qaytishga majbur bo'lamiz. Mana o'zingizlar juda yaxshi tahlil o'tkazinglar boshqa tovarlar bo'yicha. Misol uchun maishiy tovarlar bo'yicha, misol uchun shampundan tortib tish cho'tkasigacha importdagi konsentratsiya darajasini o'rganishdi. Misol uchun 3 ta yoki 4 ta kompaniya 90% bozorda egallab olganda, benzin masalasi undan ham battar. Qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida.